Hammaga xayrli kech, sizlar bilan aziz yana bir bor. Xo'sh, bugun video olishga qaror qildim. Hozir yangi joyga ko'chdik. Bu laboratoriya desam bo'ladi, xudo xolasa. Bu yerda hamma narsani nastroyka qilib, qo'yadigan joyimizga olib borib qo'yamiz, xudo xolasa. Bu yerda biz bo'lmasak ham ishlab turadigan bo'ladi, xudo xolasa. Hamma narsani nastroyka shu laboratoriyada bo'ladi. Mana ularga xonadasi bor, hozir yangi kvartira oldik. Hozir yangi remontdan chiqqan yangi tipdagi bu. Hozircha mana bu yerda 4 ta kompyuter turibdi. RX 470 videokarta. Narxi hozir ko'tarilib ketdi. Yangi chiqqan 570 chiqqaniga hisobiga RX hozir eski chiqmoqda bu eski karta. R9 390 Gaming X degan. Donasi $400 da. Hozir mana bu kartani $250 olganmiz har bittasini. Mana ko'rishimiz mumkin. Hozir unda 4 ta, bunda 3 ta, bunda 5 ta, bunda ham 5 ta ishlab turibdi. Monitor ulangan. Tabiiy ketyapti kriptovalyuta. Xo'p, kriptovalyuta nima o'zi degan savol tug'ilishi mumkin ko'pchilikda. Kriptovalyuta qazib olish tabiichasi bilan shug'ullanganman. Xo'sh, faraz qilib ko'ring, nima desam bo'ladi. Siz bir joyga ishga kirdingiz, u kompaniyaning aksiyasi bor o'zi. Sizga ishga kiritganingizda, dogovor to'ldirganingizda sizga taklif beradi. Oylikni hospitda olasizmi yoki bo'lmasa aksiyada olasizmi? Aksiya kundan kunga oshadi narxi. Ko'pchilik bilsa kerak aksiya haqida. Keyin siz xohlasangiz aksiya olasiz, xohlasangiz oylikda olasiz. Shunga o'xshab bu kompyuterlar ham как ishchi bu kompaniyaga masalan направление qilib qo'yilgan real kompaniyaga. Xo'sh, ishchi bu har bitta ishchini kuchiga yarasha aksiya har 10 minutda masalan aksiya paydo bo'ladi. Yangi shu aksiyada siz kuchingizga, kompyuteringiz kuchiga yarasha sizga shotingizga перечисляться qiladi. Bu haqiqiy biznes. Kimda kim shubhasi bo'lsa ehtiyot. Hozirgi kunda eng zo'r biznes bu. Любой biznes bilan solishtirib berishim mumkin. Kimda kim agar samyeniyasi bo'lsa. Xo'sh, nima deyishim mumkin? Hozir yana xudo xolasa bugun 5-sessiya bo'lsa, 3 kun yo 4 kundan keyin yangi kartali kelish kerak. Ularga ham şeyda terib qo'yadigan joyimiz bor. Xudo xolasa keyin ko'rsataman. Hozir ko'payib bormoqda, ishimiz ancha. Vaqt yo'q, siymat qilganda video har doim ko'payib boribdi. Kimda kim ish qiziqishi bo'lsa, o'zi termoqchi bo'lsa uyda ham men udalenniy yordam berishim mumkin. Yordamim бесплатный emas, pulli. Xo'sh, Proshit BIOS, настройка mining hammasi qo'limdan keladi. Xudoga shukr, o'rganib o'zim ancha qo'limdan keladigan bo'lib qolgan. Shularni qila olaman, yordam berishim mumkin. Bo'lmasa, agar investitsiya qiladigan bo'lsangiz, kelishilgan holda u ham bo'ladi. Bizni nazoratimiz ostida bo'ladi. Biz joyimizda turadi. Har oylik yo bo'lmasa har kunlik pulni masalan taqsimlab bo'linadi. Necha prosent sizniki, necha prosent bizniki bo'ladi. Biz xizmat haqqimizga, elektrga, internetga, internetga kopeyka yo'q. Endi har holda shular hammasi dogovor ichiga kiradi-da. Har bitta kompyuter 1 kilovatdan tokiydi, 1 kilovatdan. Mana bunda video blok bitani turibdi, 1,5 ming wattli. Buni 20 ming rublga olganman. Hozir kunda $400 desam bo'ladi. 1 yil bo'ldi olganim. Bularda 1300 wattli turgan Antech, mana Baykal Thermaltech degan kompaniyaniki. Yangi kvartira mana. Hali hech kim yashamagan ham yashamayapmizdan boshqa laboratoriya bo'lmani uchun shu yerda hamma narsani to'g'rilab narsa qilamiz, ishga tushiramiz. Hamma narsa boshlang'ich sheyda bo'ladi. Bu karta RX 470 Sapphire. Shu karta hozir kunda chiqib o'tgan
qayda bo'lsa ham bu ostatkada. Narxi juda ko'tarilib ketdi. $200, $210, $220 olinardi. Germaniyadan sotib olamiz biz. Germaniyadagi narxi o'zi hozir 400 ga yaqinlashib qo'yibdi, bilmayman. Yangi chiqqan 570 bor. RX 570 har xil kompaniyaniki, MCI har xil. O'shandan olib bersangiz bo'ladi. Men bu videoni olishimdan maqsadim maqtanish emas, qancha pul topdim ko'ring emas. Bu videoni olishimdan maqsad odamlar vaqt borligida shu narsadan foydalanib qolishini taklif qilish maqsadida. Yana nima desam bo'ladi? Xo'p. Shuning uchun harakatda bo'ling. Kimga qanaqa bilmadim, men uchun eng zo'r ish uxlasam ham pul keladi, yursam ham pul keladi, dam olsam ham pul keladi, ishlasam ham pul keladi. Shu biznes shunaqa ish orzu qilardim. Xudoga shukr, hozir kengayib boribdi. Keyinchalik chiroyli rezultat bo'ladi, bunga ishonaman. Bu narsa endi boshlanadi, hamma biladi. Biznes endi boshlanayotganda qilib olgan odam ko'p yutuqlarga erishadi. U oxirida kelgan odam u haligi sho'rvandaga kelganda sho'tdagina inaki nimaga menda qovushmaydi, nimaga sizlardagi dahol bo'lmaydi degan savollar tug'ilishi mumkin. Chunki hammada bilib bo'lgandan keyin foyda ham ozayib boraveradi-da. Shuning uchun harakatda bo'ling. Kimda kim savollaringiz bo'lsa yozishingiz mumkin. Odnoklassnik, Facebook, Telegram, WhatsApp, любой imo, Skype. Yaxshi unda. Bo'ldi, gapiradigan gapim qolmadi. Yangi videoda ko'rishguncha yaxshi qolinglar.